Yechib olayım onu. Doktorlar gips jo'natib yuborishibdi. Qachon gips bo'ldi? Qachon yiqildingiz? Kecha yiqildi. Tishgan. Qaypet. Soat shu 10:30. Kechqurungimi, ertalabkimi? Ertalab. Tushunadi. Gips qildi. Renginchi. Rengin qildidan keyin hech narsa qilmay o'rab tashladi. Singan yo'q, u bu deydi. Peralom Demak, deydi. yes dedimi? Peralom yes deydi. Prosta qaramaydi-da, qaragisi kelmaydi. Yana bittasi yiqilgandi bir bola. Uni ikki oyog'ini yopib tashladi. Bu lekin Qiladi. nima qildi? Meniki O'sha siz videoni ko'rib kuylik deganingizni eshitdingmi? Boshqalarga ham kerak deb derdi shu. Men sekin boshlayman-da. Hozir keng oyoq ushlang yaxshilab Xotirib qo'ysangiz ham qiynaysiz. turmasin. Ana oqni ber. Yaxshilab ushlang. Voysam, dotsam. Og'riydi, oyoq og'riydi. Prosta ushlab turing. Shunchaki ushlab turing, turaman desa, o'zini ushlaysiz. Xotirmang oyoqni. Oyoqni xotirmang. Bo'sh qo'y. Bo'sh qo'ying, tezroq bo'ladi. Yoting, yoting. Og'riydi. Ushlang. Ushlang. Ushlang aka, ushlang. Aka ushlashing aka. Siz ushlashing. O'zini ushlang. Qurollanmas. Yordam bering. Chekildi. Yaxshi. Chekildi. Yer qoldi. Hop. Ketdimi deyman-da. Yo'qdan bisaman. Sarab turaman. Ko'karmam ketibdi уже. Ketdik. Hop. Bu ham ketdi. İçiga. Çıda ya. Çıda. Endi bu yoqqa burilish kerak. Sari burun bir yoqqa qilamiz. Bu tomonga qarang. Bu tomonga. Ha, malades. Sabr qilmasang keyin bo'lamaydi. Sabr. Bo'p qoldi o'zi. Sabr. Уже bo'p qoldi, xudoga shukr. Ana keyin bir chekkasidan teryapti. Nima qiling? Mana oyoq ketsin bu yerdan. Mana shunday. Mana oyoqni bu yoqdan. Qiynab qo'ymang oyog'ini. Yaxshi. Bosing. Kek bosmayman. Siz to'pog'ini pasat. Oyoq ushlang. Bosdim. Yo'q, qo'lni sindirasiz hozir. Tovoni singan ekan. Tovon singan. Chiqqan tovoni singan. Endi eng katta azobdan qutuldi. Qattiq yerga bosmanglar oyog'ini. Bo'ldi. Ko'taring. Ushlang, ko'taring. Ana shunday ushlab turing. Oz qoldi. Bu yoqlari ham, barmoqlari ham chiqib ketdi kamera.
Shu payti telefon ham toq etmay qilyapti kimdir. Mayli. Ey Allah. Endi qo'yib yuboringizlar qachon. Bo'ldi. Bo'ldi endi. Yostiq boshqa qo'ying. Ko'ningizni aytasiz, suv beraman. Tegmaydi, bo'ldi, tegmaydi. Endi omonasiz. Dosh qo'y. Tavan suyagini singan, uni sinibda perelomni rost ekan. Rengini yo'qmi rengini? Rengini yo'q, hop. O'sha doktorxonada olib bermagan. Bermagan. Rost sinibdi degani rost ekan. Lekin uni operatsiya qildirish shart emas. Tuzaladi bez operatsiyasi. Tuzalib Nimaligini aytib. hozir mana bu boylangan tugul botsa aytasiz. Bilima tiqamiz. Hop. Qat. Chitaqa olib kelgandik lekin. Boshqa tomon oling. Tegmayaptimi? Yo'q, tegishgancha bor. Cho'zilmasi kerak-da. Qo'yib o'tiraveramiz. Oyoq bo'sh qo'ying. Yerga tiraman qo'lni. Qo'lni yerga tirab ko'tarmangda yerdan. İçidagi hammasi joyida, Xudoga shukr. Oyoq bo'sh turibdimi? Alo. Dobrede, polvon maktammi? Nariroqqa chiqib ekan. Nariroqqa chiq. İtermang. Yaxshi, yaxshi. Boshqa o'qdib o'tiravering. Kallasi zo'r ishlaydigan va o'zini parasati bilan ishlaydigan doktorlar Qarang, shu. ma'qul deydi. Ha. Agar ana kitobda o'qib, koridorda o'qigan doktor bo'lsa, men ham institutda o'qiganman. Bitta sinfdoshim 12 varaqli daftar bilan, bitta ruchka bilan institut tugatdi. Ana shunaqa doktor bo'lsa, bilmasligi mumkin. Har xil o'qiydi ular ham. Birov pulga o'qiydi, birov kuyib, pishib, kitob ochib o'qiydi. Siz har kimning gapiga kirmangda, men aytganimni qiling, yaxshi bo'lib ketadi. Har kuni ilayna. Har kuni ilasiz. Haka, har kuni ilasiz. Keyin 2 kunda bir, 3 kunda bir. Shu bakalachkani qanday tayyorlanishini ko'rsatib berasizmi? Bak skeletni ochib faqat tushuntirib qo'yay. Qavonni qanaqa qiladi. Dingir sizda asabingiz ko'targanmi, men chiday olmaydi. Xotirmang. Keyin endi o'zingiz bo'sh qo'ying. Kuch bering. Chirq jazib. Ko'tingizni ko'taryapsiz, qotib qolyapti. O'zingizni qo'lga oling. Davay. Uryapti. Bo'ldi. Jazilib ketdimi? Ha. Yaptı ne işte ben ayıp vereyim bayattan beri. Bitip gitti men dedi. Qaytadan gips qilib qo'ydik. Endi xudo xolasa sekin o'zlari osib, narsa osib, tortqizdirib, yo'g'in bitkizdirib oladi. Xudo xolasa. Endi deb qumlatdingmi? Ha. Qiladiganimiz qilib oldik. Parmağınızı uçun. Ağrıları yok. Opsi iç çıkmadı. Yani endi iç çıkmadı. Oyoqda og'riq yo'q, ha? Hozir yoqtiryaptimi?